2 yildan beri mana shu mozorda ishlasam, mana shu qabrning oldidan o'tsam, pastda yana qanaqadir har xil ovozli eshitadi, qo'rqib ketaman. Sen tanirding shakl bu qabr egasini. Rahmatli adam aytib berdilar buni. Jonimga tegdi bunaqa sharoitda yashash. O'zingni bos. Hali yaxshi bo'lib ketadi. Ha bir qarovlab yuravermasman umr oxirigacha. Namoz-shomga yaqin qat'iy ketyapsan shu mahalda. Xo'jayin chaqirdilar, ishga ketolman. Bugun kutib o'tiraman yana, kelmayman. Sizni bir oyda topgan pulingizni men 1 soatda topaman. O'zi nimaga sizga hisobot bermayman men? Qo'ling tushirib gapir menga. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Mana issiq suv tayyorlab keldim. Men sochiq hidlanib ketib shu yuvib bergan. Men sizni sassiz sochig'ingiz yomanda turmushga chiqmaganman. Oling bu sochig'ingizni. Ey! Men urvasammi? Mana endi urdi deb, do'pposladi deb umringni qamoqda chiltaman. Singlim, bu bergan arizangizga qaraganda eri sizni do'pposlab urib tashladi. Qamalib ketib qolishi mumkin-ku. Qamalish kerak. Umrini oxirigacha qamoqda chirish kerak. Ha bu kuyov bola jim o'tirishingizga qaraganda aybingizga iqror ekansizda. Tergovga bu arizaga hech qanaqa e'tirozingiz yo'qmi? Sen bilan o'tkazgan har bir kunimga va tunimga har bir o'tkazgan vaqtingga noroziman. Xorlik ko'rmaguncha o'lib qolmagan. Sen kim eding? Gaping nima bo'lardi? Bu ayol juda ayanchli o'tganlar. Umrlarining oxirlarida 5 kun, 6 kun o'lganlarini hech kim bilmay qolgan. Mayit hidi chiqib ketganda eshikni buzib olib chiqib, keyin ko'mishgan o'rtoq. Hattoki yuvuvchi ham irganga yuvishdi.